Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala khayri halqihi Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Aziz dindosh, qadrdonlar, tinglovchilarimiz, siz muhtaramlarga Baxtiyor oila deb atalgan kitobimizning ovoz nusxasini tayyorlashni, boshlashni Alloh taoloning o'zidan yordam so'ragan holda yo'lga qo'ymoqdamiz. Alloh taolo bu ishni xayrli bo'lishini barchamizga nasib qilsin. Bu kitob hammani baxtli bo'lishini Allohdan so'ragan holda yozilgan bir kitob. Chunki oilalar baxtli bo'lsa, oila a'zolari baxtli bo'ladi. Oilalarning qo'shilishidan jamiyatlar baxtli bo'ladi va butun insoniyat inshaalloh baxtli bo'ladi. Ana shu e'tibordan barcha jamiyatlar o'zlaridagi oilalarning mustahkam bo'lishi, baxtli bo'lishi uchun qo'lidan kelgan barcha choralarini ko'radilar. Ayniqsa ushbu kitobimizni nashrdan chiqishi, mana endi ovoz nusxasini tayyorlashning boshlanishi aziz vatanimizda mustahkam oila yili deb nomlangan muborak yilda bo'lishi hammamiz uchun quvonchli bir holatdir. Alloh taolo bu kitobni barchamizga manfaatli qilsin. Barcha oilalarning, oila a'zolarining va jamiyatni baxtli bo'lishini Alloh taoloning o'zi ta'minlagan bo'lsin va bu ishimizda o'zi yordamchi bo'lib oson ko'chishini, xayrli, barakotli bo'lishini ta'minlagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Odamni tuproqdan yaratgan va sokinlik topishi uchun undan o'z juftini yaratgan hamda ularning nikoh orqali oila qurib yashashlarini iroda qilgan qodir va hakim Allohga, u zotning jaloliga yarasha hamdu sanolar bo'lsin. Nikoh mening sunnatimdir, kim sunnatimdan yuz o'girsa mendan emasdir degan Rasul akram Muhammad Mustafoga bitmas tuganmas salavatu salomlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo o'zi iroda qilgan paytda tuproqdan odam zotini yaratdi va unga o'z huzuridagi ruhdan jon puflab, uni o'zining yerdagi o'rinbosari qildi. So'ngra odamning juftini yaratdi va ularning ikkisidan erkak va ayollarni taratdi. Alloh taolo inson zotini juft qilib, erkak va ayoldan iborat qilib yaratganda, ularning har biriga o'ziga xos xususiyatlarni berdi va ularning nikoh orqali halol pok yashab, o'zlaridan zurriyotlar qoldirishlarini hamda ayni shu yo'l bilan dunyoning obod bo'lishini va odam sulolasini qiyomat qoyim bo'lguncha halol pok yo'l bilan davom etib borishini iroda qildi. O'zi yaratgan borliqda, o'zi yaratgan inson qanday yashasa saodatli bo'lishini yaxshi biladigan Alloh taolo erkak va ayollarning nikoh orqali oila qurib yashashlarini iroda qildi. Shuning uchun ham o'zining barcha anbiyolariga, avliyolariga va solih bandalariga nikohli hayotni ravo ko'rdi. O'zining barcha samoviy dinlarida nikohni joriy qildi. O'sha dinlari orqali insoniyatga hayotning boshqa sohalaridagi kabi nikoh va oila borasidagi saodatga eltuvchi ko'rsatmalarni taqdim qilib bordi. Shu tarzda Alloh taolo insoniyatni asta-sekin tarbiyalab keldi va nihoyat insoniyat kamolga yetganda o'zining oxirgi va mukammal dini, qiyomatgacha boqiy qoluvchi dini, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dini Islom orqali oilaviy hayotning mukammal ta'limotlarini joriy qildi. Ushbu ta'limotlarga ixlos bilan amal qilganlar oilaviy baxt nashidasini surib keldilar va kelmoqdalar. Ma'lumki, oila har bir jamiyatning boshlang'ich hujayrasi hisoblanadi. Oila mustahkam, tinch, halol va pok bo'lsa, jamiyat ham asoyishta, mustahkam,
farovon bo'ladi. Aksincha, oilalarda porakandarlik, buzg'unchilik bo'lsa, halol haromni farqi qolmasa, o'sha jamiyat buziladi, tinchi yo'qoladi, oxir oqibat u chuqur tanazzulga yuz tutadi. Shuning uchun ham qadimdan har bir jamiyat oila masalasiga katta e'tibor berib, oilalarning mustahkam va baxtiyor bo'lishi uchun imkonida bor bo'lgan barcha chora va tadbirlarni ko'rib kelgan. Zotan sof insoniy tabiat xuddi shunday bo'lishini taqozo qiladi. Ammo ming afsuslar bo'lsinkim, keyingi paytlarda g'arbdagi ba'zi bir jamiyatlarda hurriyat, shaxs erkinligi kabi soxta shiorlarni ro'kach qilib olgan ayrim buzg'unchilar oilaning keragi yo'q, nikoh shart emas, u insonning erkini cheklab qo'yadi degan da'voni ko'tarib chiqishdi. Yana ming afsuslar bo'lsinkim, bu safsataga ishonadiganlar ham chiqdilar va ko'payib bormoqdalar. Oxir oqibat hozirga kelib ko'plab muammolar kelib chiqdi. Insonning sof tabiatiga zid bo'lgan ushbu dunyo qarashga qul bo'lgan yurtlarda oilaning qadri qolmadi. Oila a'zolarining o'zaro ehtiromlari, mehr, muruvvatlariga futur yetdi. Erkak va ayollar o'z oilasida tinch totuv yashashning o'rniga harom xarish kayfi safoga berildilar. Nasl nasab haqida qayg'urish ular uchun yot narsaga aylandi. Farzand orttirish, bola tarbiya qilish ularga yoqmay qoldi. Islom shariati umuman yengillik ustiga barpo qilingandir. Bu haqda ko'plab oyat va hadislar bor. Xususan, erkak va ayol, oila, nikoh masalasiga kelsak, bu masalalarda ham Alloh taolo o'z bandalariga yengillikni istagan va ularga oila qurib, halol pok yashashni amr qilgan. Sirtdan qaraganda diniy ko'rsatmalarni bajarish qiyin, shahvatga ergashganlarning yo'llarida yurish oson bo'lib ko'rinadi. Islomda hamma narsa man qilingan u faqat birgina yo'lga ruxsat berilganga o'xshaydi. Nomahramga qarama, u bilan yolg'iz qolma, uylanmoqchi bo'lsang oldin ahlingning roziligini ol, mahr ber, guvoh keltir va hokazo. Hammasi qaydlash va qiyinchiliklardan iborat bo'lib tuyuladi. Shahvatga ergashganlar esa yoshligingda o'ynab qol, gunoh bo'lsa nima qilibdi deyishadi. Bu yo'l albatta sodda va oson ko'rinadi. Haqiqatda esa unday emas. Natijalarni ko'zdan kechirganimizda bu narsa yaqqol ko'zga tashlanadi. Dunyo tarixini kuzatadigan bo'lsak, oila masalasiga yengil qaragan, jinsiy shahvatga berilgan xalqlar, davlatlar va madaniyatlar albatta inqirozga uchraganining guvohi bo'lamiz. Qadimiy buyuk imperiyalarning sharmandalarcha qulashining asosiy omillaridan biri ham shu bo'lgan. Bizning asrimizga kelib g'arbda o'zlarining ta'biri bilan aytganda jinsiy inqilob bo'ldi. Jinsiy hurriyat bo'lmaguncha inson to'liq erkin bo'la olmaydi. Agar jinsiy mayillar jilovlansa, insonda ruhiy tugum paydo bo'lib, unda qo'rqoqlik va boshqa salbiy sifatlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi kabi g'oyalarni tarqatishdi. Oqibatda jinsiy inqilob avjga chiqdi. Natijasini har xil balo ofatlar buhroni hozirgi o'zlari ko'rib tatib turishibdi. Axloqiy buzuqlik, oilaning va jamiyatning parchalanishi, hayotga qiziqishning yo'qolishidan tashqari son sanoqliga yetib bo'lmaydigan muammolar paydo bo'ldi. Taraqqiy etgan g'arb davlatlarining tub aholisi aynan jinsiy inqilob oqibatida dahshatli sur'atda kamayib bormoqda. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan tanosir kasalliklari kelib chiqdi. Har yili son sanoqsiz odamlar shu kasalliklar tufayli bu dunyoni tark etmoqda. Nasl buzilib, odamlari zaif hol va kasalmand bo'lib bormoqda. Turli aqliy va ruhiy kasalliklar uchmoqda. Oxiri kelib, kasalliklarga qarshi insondagi tabiiy monelikning yo'qolishi, OITS kasalligi paydo bo'ldi. Bu kasallik haqlik ravishda 20-asr vabosi deb nomlandi. Uning davosi yo'q. Bu dardga chalinishning asosiy sababi bachchapozlik va zino ekani hech kimga sir emas.
U bilan kasallangan odam tez muddatda azoblanib o'lishi ham barchaga ayon. Hamma dahshatda. Butun dunyo tibbiyot olimlari ushbu dardga chalinmaslikning yo'lini axtarmoqdalar. Bu yo'lda hisobsiz mablag'lar sarflanmoqda. Mazkur vaboga chalinmaslikning turli choralari taklif etilmoqda. Qonunlar chiqarilmoqda, idoralar ochilmoqda. Lekin shahvatga ergashib, zalolatga ketganlar birgina eng oson yo'l, eng ishonchli yo'l, Allohning yo'liga qaytishni xayollariga ham keltirmayaptilar. Aqalli ushbu kasalning bevosita sababchisi bo'lmish zinoni man etuvchi qonun chiqarishni hech kim o'ylab ham ko'rmayapti. Chunki shahvatga ergashganlarning o'zlari shahvatga qarshi chiqa olmaydilar. Ular aslida shahvatga banda bo'lganlari uchun unga ergashganlar. Zohiriy oson ko'ringan ishga o'zlarini urib, endi mashaqqatdan boshlari chiqmay yuribdi. Zohiriy og'ir ko'ringan bo'lsa ham, Alloh taolo ko'rsatgan yo'ldan yurgan bandalarning boshida mazkur og'irlik va mashaqqatlarning birortasi ham yo'q. Ular mutlaq yengillikda, farovon turmush kechirmoqdalar. Albatta, Alloh taoloning irodasiga, sof insoniy tabiatga qarshi borgan ishlarning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Halollik va poklik ramzi bo'lgan, inson sulolasining tarqalib borishini ta'minlaydigan nikoh va oila kabi ilohiy tizimlarga qarshi chiqish ko'p o'tmay o'zining qo'shtirnoq ichidagi samarasini bera boshladi. Nikohni inson jinsiy hurriyatini cheklaydigan zulm deb qaragan, oilani erkinlikni qamog'i deb biladigan jamiyatlarda aholi soni keskin kamayib ketdi. Bu jamiyatlar nafaqaxo'rlar yurtiga aylanib bormoqda. Ularning ko'pchiligida hozirgi kunda nafaqa yoshini oshirish borasida hukumatlar bilan fuqarolar o'rtasida jangi jadal avj olmoqda. Kuch-quvvat, chapdastlik, yoshlik, go'zallik namoyishi deb e'tirof etilgan sport musobaqalarida ham oilaning dushmanlari bo'lgan mazkur jamiyatlarda o'z nasldan tarqalgan yoshlar yetishmaganligi sababli qora tanli yigit-qizlarni yonlab olib, o'z vatanlari nomidan sport musobaqalarida qatnashtirmoqdalar. Alloh taoloning o'ziga hadsiz shukrlar bo'lsinki, musulmon xalqlar bu kabi tashvishlardan xolidirlar. Chunki ular o'z dinlari, islom tufayli oilaviy baxtni saqlab qolganlar. Ularda nikohning hurmati, e'tibori hali hanuz mavjud. Oila a'zolarining o'zaro ehtiromlari nisbatan yaxshi. Musulmon oilalarining mustahkamligi boshqa xalqlarning havasini keltirmoqda. 2009-milodiy yili Rossiyadagi ba'zi siyosatchilar oila bo'yicha o'tkazgan ilmiy tadqiqotlarning natijalarini e'lon qildilar. Mazkur natijalardan namuna keltirishga ijozat bergaysiz. Rossiyada oila buzilishi 54.3% ni tashkil etadi. Taymir avtonom viloyatida 94% ni, Chukotka avtonom viloyatida 83% ni, Karyak avtonom viloyatida 80% ni. Tadqiqot mualliflari taqqoslab ko'rish uchun musulmonlari yo'q darajadagi yuqoridagi 3 mintaqaga muqobil ravishda Rossiyaning asosan musulmonlar yashaydigan 3 mintaqasidagi oila buzilishi haqidagi hisobotni keltiradilar. Chechenistonda 4.3%, Ingushistonda 10%, Dog'istonda 17%. Shu bilan birga musulmonlar yashaydigan ushbu 3 mintaqa uzoq umr ko'rish va ko'p bolalik bo'yicha ham peshqadam hisoblanadilar. Tadqiqot mualliflari yuqoridagi raqamlarni keltirish bilan kifoyalanib qolmay, o'z qavmlarini nikoh va oila borasida musulmonlardan o'rnak olishga chaqiradilar. Albatta Rossiyada katta davlatda ularning ichida yashab turgan boshqa dindagi kishilardan namuna olishga chaqirish uncha katta uchun katta jasorat kerak. Chunki boshqalar bu chaqiriqni yoqtirmasliklari ham mumkin. Xuddi shuning uchun bo'lsa kerak, yuqorida eslab o'tilgan tadqiqot va undan kelib chiqqan musulmonlardan o'rnak olish haqidagi chaqiriq to'g'risida muxbirlar Rus pravoslav cherkovi ruhoniyining fikrini bilmoqchi bo'lib uni savolga tutdilar. U kishi
juda to'g'ri gap. Men o'zimdan yana shuni qo'shimcha qilamanki, biz oiladagi ruhiy ma'naviy tarbiya borasida ham musulmonlardan o'rnak olishimiz kerak degan javobni berdi. Rus mutaxassislarining ta'kidlashlaricha, Rossiyadagi oilalarning 66% faqat bitta bola qoldiradi. Oxirgi 10 yil davomida Rossiya aholisi har yili taxminan 900 mingtaga kamayib bormoqda. Davlat va jamiyat bor imkonini ishga solib, bu halokatdan qutulish choralarini ko'rmoqda. Rossiya Federatsiyasi Majlisi raisi o'rinbosari Anatoliy Torshinning ta'kidlashicha, bu davlatda faqat musulmonlardagina odam soni ortib bormoqda. 2010-yilning ikkinchi yarmida AQShlik mutaxassislar o'zlarining davlatlari oila buzilishi bo'yicha dunyo bo'yicha eng yuqori o'rinda turishini e'lon qildilar. Britaniyada har 6 ta yangi qurilgan oila hissasiga 5 ta buzilgan oila to'g'ri keladi. Sof tabiatli odamni dahshatga soladigan bunga o'xshash ma'lumot va hisobotlarni istagancha keltirish mumkin. Lekin biz hozirgi zamonda bizga yaqin sharoitdagi holatlarda Fransiya, Amerika, Britaniya va Rossiyaga tegishli xabarlarni dengizdan bir tomchisini keltirdik xolos. Tasavvur hosil qilish va xulosa chiqarish uchun shuning o'zi ham kifoya qiladi. Demak, hozirgi zamon texnologiyasi, moddiy taraqqiyoti, dinsizlik madaniyatining yuksalishi oilani mustahkamlash o'rniga, uning parchalanishiga, yo'q bo'lib ketishiga, bu borada turli muammolarning kelib chiqishiga olib kelar ekan. Butun dunyo insoniyat oila muammosini hal qilish borasida ulkan tashvish qarshisida turibdi. Uni hal qilish uchun turli choralarni ko'rmoqda va istamoqda va nima qilishini bilmay bosh qotirmoqda. Islomdan, undagi oila tizimidan bir oz bo'lsa ham xabardor bo'lgan ba'zi kishilar o'z qavmlarini bu borada musulmonlardan o'rnak olishga chaqirmoqdalar. Ammo shu o'rinda hamma musulmonlar ham ushbu holatdan xabardormi? Ular o'zlarining oila haqida boshqalar havas qilayotgan holatlarining bosh sababchisi dinlari islom ekanini biladilarmi degan haqli savol tug'iladi. Shu bilan birga, musulmonlarning o'zlarida oila masalasi qanday? Ularda bu borada muammolar yo'qmi? Bo'lsa qanday kabi bir qancha savollar ham paydo bo'ladi. Oxirgi paytda oila haqida yuqorida zikr qilingan va qilinmagan masalalar bo'yicha alohida kitob ta'lif qilish niyati xayolda tez-tez takrorlanib turar edi. Shu bilan birga bu borada avval yozilgan narsalar ham yodga tushar edi. Oila va unga bog'liq muammolar o'ta muhim bo'lganligidan, bu haqda alohida va davomli faoliyat zarurligi sababli o'tgan 20 yildan ziyod davrda deyarli har haftada bir necha marta qilinadigan ma'ruzalar, vaqti bilan bo'lib turadigan radio eshittirishlardan tashqari bir qancha yozuvlar ham amalga oshirilganligi hammaga ma'lum edi. Dastlab O'zbekiston adabiyoti va san'ati haftanomasida bir necha maqolalar nashr qilgan edim. Keyinroq o'sha maqolalarga boshqa kerakli ma'lumotlarni qo'shib, Oila farog'at qasri degan risola chop qildik. Hadis va hayot silsilasiga oid nikoh, taloq va idda kitobi chop etildi. Allohga shukrlar bo'lsin, imkon topgan kishilarimizga mazkur bitiklardan foyda olish nasib etdi. Ayniqsa nikoh, taloq va idda kitobi chop etilgandan so'ng ko'plab kishilarimizdan tashakkurlar va fikr-mulohazalar taqdim qilindi. Nikoh to'ylari va unga bog'liq munosabatlar bilan qilinadigan ma'ruzalarimizda o'zimizga yetgan yangi ma'lumotlar taqdim qilinganidanmi, ko'pchilik maktublarda falon ma'ruzaning yozilgan nusxasi bormi, bo'lmasa yozish niyati bormi kabi savollar takrorlanib turibdi. Oila farog'at qasri kitobini qayerdan topsak bo'ladi degan savollar ham borgan sari ko'payib bormoqda. Ushbu va boshqa bir qancha mulohazalarni e'tiborga olib, oila va unga bog'liq dolzarb masalalarni bayon etuvchi alohida kitob yozishni ma'qul ko'rdik. Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda bu ishni boshladik. Yaxshi niyat bilan kitobni Baxtiyor oila deb nomladik.
Bu ishni bizga Alloh taoloning o'zi oson va foydali qilsin. Siz muhtaram o'quvchilardan ushbu bitiklardan biror foydali va yaxshi narsa topsangiz Alloh taoloning fazlidan deb, barcha xato va nuqsonlarni kamina xodimingizdan deb bilishingizni so'raymiz.